ahvolim ko'rib bilmasdan kulmaylar, aslo kulmaylar. Ketdik birgalikda. Juda yaxshi. Endi hozir tekshiramiz. Kuzatadiganlar diqqatiga. Instagram har kuni yangilanib bormoqda. Yangi tugmachalar, yangi funksiyalar qo'shilmoqda. Aynan repost tugmasi paydo bo'ldi. Kim ko'rdi shuni? Hamma ko'rdimi? Endi mana repost tugmamni aniq ko'rmagansizlar. Yo'q, ko'rdinglar. Siz ko'rdingiz, gap yo'q. Bu muxlisimiz ismini ham bilaman, Parviz. Samarqanddan. To'g'rimi? Gap yo'q. Qanday go'zal. Endi mana shu repostda demak bir qizga men ko'zim tushib qoldi. Bitta taronamizni shunaqa chiroyli ijro etib beribdilar va uni izohiga juda ham bir iliq so'zlarni tugib qo'yibdilar. Ya'ni men anchadan beri orzuyim bor, Benon guruhi bilan bitta sahnada duet etsam qaniydi degan so'zlarni yozibdilar. Va aynan mana shu videoni ko'rib, mana shu so'zlarni ko'rib, men ham shu qiz bilan duet kuylagim keldi. Komil qarshi emasmisan? Qarshilik yo'q. Biz har doim qo'llab-quvvatlaymiz. Chunki paytida biz ham kimlar bilandir duet etish orzularimiz bo'lgan, lekin ushalmagan. Keyinroq ushandi. O'sha uchun dasturlarimizda mana bu yerda bizni suratga oladigan operatorlar aylanib yuradi-yu. Shu muxlislarimizdan shikoyat tushgan ekan. Aylanib jonga tegdi, chiqmasin. Va mana shu shikoyatni inobatga olgan holda Shohona Creative Group jamoasi tomonidan yangi g'oya taqdim etildi. O'sha operatorlar o'rniga ko'zoynak. Ruxsat berasizlar? Chunki keyingi taronaga u ko'zoynak juda ham kerak bo'ladi. U ko'zoynak aynan sizlarning
emotsiyalaringizni tarix zarbalarida muxlislarimiz bizni ko'zimiz bilan qanday ko'rinishlarni bitta ko'rib oladi-da, shifoxonada. Hammangizni mana shu ko'zoynak orqali suratga olaman. Buni o'rgatishdi. Hozir o'rgandim, bilmayman bu yoqildimi, yo'qildi. Yarashdimi? Keyingi ko'proq qarang, ko'proq tushunaman. Bo'ldi. Keyingi taronaga aniq bu ko'zoynak kerak, ishoninglar. Seni ko'rmasam deganda, seni ko'rmasam deganda, ko'rib senga o'zga yo'l qolmadi. Qalbim tinglasam bo'lardi, yurak ogohlantirardi, atamanib yuragim oxirsa bitdi. O'ylamay dedim, seni o'ylamay bo'lmas, kechaman dedim. Qalbim pora-poralar, uzoqdan bo'lading, gumonlar so'zladi, faqat seni tanladim. Kimligingni vaqtida, nega men aytamadim, shartnomon bilib bo'ldim, balki sevasan deya, yo'qsa senga ishondim, bugun sendan aldadim. Qanday go'zal chiroqlar. Qo'llaringizdan bo'lmasin. Telefon sensizligim aytmoqday telefon. Bunga ko'ngil begunoh yurak kiyinalar hamon. Ozorlarim senda
qilib ko'rganlar, bu dardga qaylardan davo izlarlar, bormi davo topganlar. Jismimni halam o'rtar, yorga yetar kun yo'q endi yoronlar. Yo'llarimiz ayyor, o'tinaman qaytib bor, yonimda qol so'nggi bor. Qara holimga yor, ko'zlarim yuragimga zo'r. Qo'llaringni ber tutay, sog'inchlarim unutay. Do'stu dushman o'ngida, bugun yonimda. Sog'inib, mana shunday birga jo'r bo'lib kuylashingizni, chiroqlar ko'tarishingizni va konsert so'ngida ketmay kutib turishingizni. Xullas,